Pinduoduga kiramiz. Mana bu yerga kirdim. Bu yerda subsidiya ajratilgan brend tovarlar bor, ya'ni arzonroq narxda olishingiz mumkin bo'lgan brend tovarlar. Mana bu qora beligi bu Xitoyning o'zini brendlari hisoblanadi, ya'ni ishonchli magazinlar. Tak, shu yerdan bitta magazinni tanlaymiz, tovarni tanlaymiz. Masalan, mana bu detskiy oyoq kiyim. Promokod taklif qilishyapti 170 yuanga. Tak, detskiy oyoq kiyimni tanlaymiz. 198.9 yuan. Keyin chiqib ketamiz. Bizga mana bunaqa kurs valyuta degan programma kerak. Unga kiramiz. O'zingizga kerak bo'lgan valyutalarni tanlab saqlanib qo'yamiz. Konverterga bosamiz va kitayskiy yuan degan joyiga boyagi summani yozamiz. 198.9. Shu bilan keyin shunaqa summani hisoblab, ya'ni dollarni viza kartamizga shuncha summada pul tashlab qo'yib to'lov qilamiz. Masalan, 27.64 dollar summasida pul tashlab to'lov qilishimiz mumkin.